Bu yonimda kamida 5 million yuradi. Qani? Mana kurtkani bor, Pulini men ham Stefan. 2016 daganman. 100 ming olganman shuni. Hali esim turibdi meni. 2016da. Ha, 10 yil Pulni ko'ryapsanmi? Chekka mega sopay pul bilan urushmada. Pul oqibatni buzadi. Sen qancha pul olib yurasan? Mana narsani Toshkentdan oldim. Qolgan pul qoldi, ola shuntamda. 70 mingga Hech oldim pul- Ali. Mana narsani 70 mingga oldim. Ha, nima bu o'zi? Bu mamlakat soladigan narsa. Bu tozasi, tozalarimi? teri. Lekin men shuncha xarajat qilyapman. Mana mashinaga xarajat qilaman, o'zimga xarajat qilaman, bolalarga xarajat qilaman. Lekin menga pulim kamayib qolgan yo'q, yo xudo bermay qo'ygan yo'q, yo qisib qo'ygan yo'q bu narsadan beryapti. Xudo xolasa uyda remont qilamiz. Sen remont qilib olasan, men yangi remont qilaman, yoki yangi remont qilingan bo'ladi. To'g'rimi? Shunaqa. Soqolni lekin olganman. Ha, britvaga pul yo'q. Sochingni qayerda kaltalatding Toshkentda? Toshkentda kaltalatdim. 70 mingmi, 80 ming berdim. Chunki Ovulga bo'lmasam 15 ming olib qo'yardi ovulda. Ovulda? Yo, boraman. Bu yerda sochim o'sib qoladigan bo'lsa, soch oldirishga vaziyat bo'lib qolsa, boraman. Men tanlamayman unaqa. Men tanlamayman ham. Keyin bitta joyga borib turib, bu narsa zarur ishimmi? O'sha narsani qilishim kerakmi? O'sha narsani qilaman o'sha pulga. Masalan, Toshkentda 100 mingga soch oldirib yurgan bo'lsam, chunki o'sha oldirishim kerak, bunaqa o'sib yuravermaydi-ku. Bu yerga kelibdi 15 mingga oldirish kerakmi? U sartaroshxonasi issiq suv yo'qmi? Men boraman. Boshni yuzni yuvib olsa, bo'pti, yuvib olaman. Joyidagi masalani hal qilib ketaman. Pul bilan hal bo'ladigan ishda hech qachon men boshqa muomala bilan yoki qanaqadir manfaat egasiga hal qilmayman. Hal qilib ketaveraman. Lekin yaxshi. Men rizqimni o'ylamayman. Xudo beradi. Xudo beradi. Mana hozir Toshkentga ertaga ketaman. 0 bilan chiqib ketaman. Benzinimga ishonaman, 0 bilan chiqib ketaman-da. Yo'lda balkim odam olib qolish mumkin, qiziqib, qizlar chiqib qolsa. Bu joy yomon bo'ldi. Video. Bu joy hozir Seni minusingga ishlaydi. Meni minusimga ishlaydi. Instagramga qo'yilsa. Yangi bo'lsa olasan. Yo'q, holatda bo'laveradi. Shuning uchun aytyapman-da.